Kundalik hayotimizda radiochastotali ablatsiyaning kuydirish amaliyotidan tashqari yana implantatsiyalar bilan ham shug'ullanamiz. Bu nima degani? Yurakka turli xil apparatlarni o'rnatamiz. Apparatlarimizning turlari ko'p va har xil kasalga har xil apparatlar to'g'ri keladi. O'shalar bo'yicha hozir ma'lumot bermoqchiman. Agarda bemorning yuragi to'satdan kamayib ketsa, yurak urish soni, bunaqa turdagi bemorlarga biz kardiostimulyatorlar qo'yamiz. Kardiostimulyatorlar ham ikki xil turi bor. Bir kamerali, ikki kamerali. Agarda bemorda hayot uchun xavfli bo'lgan aritmiya mavjud bo'lsa, bu aritmiyani to'xtatish uchun defibrilyator kerak bo'ladi. Bu narsani kinolarda ko'rgansizlar, yuragi to'xtabdi deb tok bilan urib tiklashadi. Xuddi shu qurilmani kichkina mini varianti bor. Bu organizmda turadi. Doim yurak urishini nazorat qilib turadi. Yurak urishi maromidan oshib ketganda, haddan tashqari xavfli holatga o'tganda apparat o'zidan tok urib, yurak urishini joyiga keltirib qo'yadi. Natijada bemorning hayotini asrab qoladi. Uchinchi turdagi apparatimiz bu 3 kamerali kardiostimulyator hisoblanadi. Bu qachon qo'yiladi? Qachonki yurak otish kuchi, ya'ni bemorning fraksiya deymiz, fraksiyasi 30% dan kamayib ketsa, bemorda yuragi kengayish hisobidan o'pkada bosim oshgani hisobidan hansirash, 4 qadam yura olmaslik kabi shikoyatlar bezovta qilganda ushbu qurilma qo'yiladi va bemorning fraksiyasini oshirishga erishamiz. Fraksiya oshgandan keyin bemorni bezovta qiladigan shikoyatlar kundan kun bemorni kamroq bezovta qilishni boshlaydi. Natijada bemor ahvoli yaxshilanadi. Ushbu klinikamizda har qanday turdagi apparatlar qo'yiladi. Agarda qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, bizga yozing, biz sizga yordam beramiz.